Bu yigit Toshkent ko'chalarida to'p ortidan yugurayotganda uning orzusi bitta edi, ya'ni dunyoni hayratga solish. Abduqodir Husanov ilk professional shartnomasini Bunyodkor bilan imzolagan. O'sha paytda uning oyligi 3-4 million so'm edi. Oyiga atiga 300-350 dollarga to'g'ri kelar edi. 2022-yil Belarusga yo'l oldi. Endi uning oyligi 10 ming dollar atrofida edi. Bu hali boshlanishi edi. Keyinchalik esa Fransiyada ishlar juda ham jiddiylashdi. Eris Lins uning yiliga 500 ming yevro baholadi. Oylik maoshi esa 40-45 ming yevroga to'g'ri kelar edi. Lekin bu pullar to'liq unga qolmaydi. Fransiyada daromad solig'i 30-45% atrofida. Demak, oyiga 45 ming yevro olsa, qo'liga 25 ming yevro qoladi. Qolgan esa Fransiya hukumati tortib oladi. 2025-yil tarixiy qadam Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tdi. Ishonasizmi? Transfer narxi 40 million yevro, yillik maoshi esa 3 million yevro edi. Bu esa oyiga 250 ming yevroga to'g'ri keladi. Ammo Angliyada daromad solig'i juda ham yuqori, ya'ni 45%. Demak, haqiqiy daromadi 137.500 yevro atrofida va ushbu summa oralig'ida ham bir necha foiz soliqlar ham mavjud. Biroq bu yigitcha uchun o'yin terma jamoa bayroqni ko'tarish, boylik esa mehnat mahsulidir. Abduqodir Husanov biz uchun nafaqat futbolchi, balki isbotdir. Siz ham orzu qiling, lekin harakatdan qolmang.